Bu akalar cho'pon o'zgargani bilan qo'ylar ashashiganda, to'g'risi bu Atletiko'ni shunaqa yomon ko'rardim, o'zi rosa kutib turuvdim yutkazishini. Ishonasizlarmi? Mana shu mana yer yuzidan bitta komanda yo'qib ketish kerak. Yo Shanghai SIPG yo Atletico Madrid desa Atletico Madrid tanlardim. Taktika ham yo'q, 57 kishi varata turib olib, mana shu Simeone'da oldi ikkita it otar o'tirib olib, sentrdan u yoqqa o'tganni otib o'tirishardi. Bugun hujumga chiqib, bu narsalar qilib, yangilik qilib, bizni Zashtada ho'ysini o'ynadi, xolos. Ana 3 ta qolgan Zashtalar bor, ana karyeris kim olib keldi, uni Karva ham bilmayman bugun cho'milmasdan shu olganmi, Militao'ni aytmasa ham bo'ladi, nima qilyapti. Umuman guruh qilsa bo'ladigan pot bo'ladi. Viniga Mbappe aytayapti, jon uka deyapti, varatan orqasidan to'p tap kelyapman. Bir marta alda hech yo'q deyapti, hech yo'q, bir marta aldagansa yo'q, men bugun kuni mana Mastava to'g'imi, ashi bola tushib olib, mana shu yiqilgan. Yig'ishtirish